Boburbek anunda aytgandingiz, что Yevropaga men aldanib borib qolganman degandingiz. O'sha qanaqa bo'lgan o'zi? U zo'r bo'lgan aka. Xullas, men ikkita o'zbek bilan chiqib ketganman. Ular til bilmagan. Men aslida fura haydashga borganman. Aslida. O'zi haydashni bilardingiz? Yo'q. Menga ichish bo'yicha o'rgatish kerak edi yo'g'ga borib. O'tdi. Litva davlatiga borganman 2 yillik benji bilan. Yonimda ikkita o'zbek bo'lgan, ularni ham olib Litvaga ishga joylashtirishim kerak bo'lgan. Afsuski, siz joylashtirishingiz kerak. Ularning ish joyi tayin bo'lgan. Menga bu yoqdan jo'natgan odam aytganki, borasan, prosta tashlab ketasan. Borganmiz Litvaga, rentkar olganmiz, qishloqqa kirganmiz, lekin bitta opa, bitta aka. Borsak ish yo'q, aka. Hech kim kutib olmagansizlar? Yo'q. Ko'chada qolib ketdinglar. Ko'chada Yevropaning o'rtasida Litvada ko'chada qolib ketganmiz. Borsak u opani bazada ham yo'q, hech narsada yo'q. Ular qanaqa viza bilan borishgan? Ular ham rabochiy viza bilan borishgan? Ular ham rabochiy bilan borishgan, po faktu u fermada bo'lmagan. Biz borishimiz umuman yolg'on bilan bo'lgan. Hostelda qolganmiz. Hosteldan chiqib ertasi kuni men bitta bu akani olib ketganman o'zim bilan Polshaga gaplashib, keyin dalsh Polshaga ketganmiz. Chunki Litvaga kirganimda, fermaga telefon qilganimda umuman menga aytilgan gaplar boshqacha bo'lgan, lekin ferma meni aytgan gaplari boshqacha bo'lgan va yana qo'shimcha pul ham talab qilishgan. Fermadagilar siz oformit qilish uchun qo'shimcha pul talab qilgan. Shunaqa. Keyin olib ketganmiz, u yoqdan opa keyin yig'lab telefon qilganlar. Bu yoqda men ishlolmayman. Meni ham olib ketinglar deb. Shunaqa. Umuman oyligi ham to'g'ri kelmagan, o'tdagi situatsiya aytilgan gapga даже yaqin ham kelmagan. Yaqin ham bo'lmagan. Yo'q. Shuning bilan Polshaga ketganmiz. Polshada o'zi вообще boshqacha tema bo'lgan. Men jo'natgan odam bilan biz aslida qo'shma bir ish qilishimiz kerak bo'lgan manfaatli odamlar uchun. No, afsuski Polshada ham 3 oy men ishsiz yotganman. Tirikchilik nima bo'lgan? Tirikchilik shu ba'zi insonlarga o'zim qo'limdan kelganda, misol o'zimni tanishlarim bo'lgan, viza qiladigan, shularga aloqaga chiqib, sal blog yuritish boshlaganimda, ikkita videom rekka chiqib, viza so'rashganman-da. O'sha viza qilib berib, bir amallab shu qaqda o'zimni kunimni ko'rganman deb yo'qda. Alloh bergan rizqimiz. Tushunarli. Rabochiy viza bilan ketmoqchi bo'layotganlarga qanaqa aldanib qolmaslik uchun nimalar qilish kerak bo'ladi? Rabochiy viza bilan ketmoqchi bo'lganlarga to'liq so'rashinglarni so'raymiz. So'ranglar, qayerga ketayotganinglarni va imенно shu ishxonaga borishinglar shart. Agarda misol uchun shu ishxonaga borib turib sizlarga berilgan va'dadaqa bo'lmasa, значит bu ish beruvchini yoki o'sha firmaga arz qilib yoki bu yoqdan qilib bergan odam bilan gaplashib, qanaqadir bir situatsiyani to'g'rilab ketish kerak. Lekinda maslahat bermayman, boshqa davlatlarga qochib ketish. Nelegal bo'lib chiqib ketish. Illegal bo'lib chiqib ketish. Hozirgi payt sen bo'ling, nelegallarni juda qattiq reytlik ketyapti. Hamma davlatda shu Germaniya ham chegarasini yopib tashlagan, Polsha ham chegarasini yopib tashlagan. To'g'ri qanaqadir obxodnoy putlar bilan yurmoqchi bo'lishyapti, lekin qo'lga tushib qolsanglar, nafaqat deport olasizlar, O'zbekistondan chiqish uchun 2 yil zapret ham olib qolishingiz mumkin. Rubrikamiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, o'zingizlarning savolinglarni kommentariyada yozib o'tinglar. Danlashing videolarimizni o'sha sizlarning savollaringizga qarab olishni boshlaymiz. Inshaalloh keyingi videomizda Ispaniya hayoti fikri qayerdan kelgani bo'yicha aytib berasiz. Undan keyin Ispaniyaga qanaqa borib qolganim, v общем, bundan keyingi rubrikalar juda ham qiziq bo'ladi. Albatta kuzatinglar. Kuzatib turing. Rahmat. Sog' bo'lasizlar.